Namangan shahrimizni turli hududlardan, chekkalardan shaharga kirib keluvchi mehmonlarimiz, mijozlarimizga qulaylik tashkil qilish maqsadida turli savdo nuqtalarida tuyalarimizni sutini sotishni tashkil qilganmiz. Bugun sizlarni shu savdo nuqtalari bilan tanishtirmoqchimiz. Har bitta savdo nuqtamizda 5-6 kunda tuya sutini yangilab boramiz. Bu birinchi do'konimiz shaharning markazida joylashgan. Sardoba bilan Navoiy aylanasining o'rtasida, Navoiy ko'chasi bilan Yangiobod ko'chasini kesishgan joyda go'sht va sut do'koni bor. Bu do'kon ancha yillardan beri xalqimizga xizmat qiladi. Shu joydan aholimizga yangi sutni sotishni tashkil qilganmiz. Bu birinchi do'konimiz. Ikkinchi manzilimiz Lolada joylashgan Milliy market savdo markazi hisoblanadi. Bu joyda Lola atrofidagi mijozlarimiz sut olishlari mumkin va Norin tumanidan, Andijon tomonidan keladigan mijozlarimizga ham bu joydan tuyalarimizni shifobaxsh sutini sotib olishlariga qulaylik yaratilgan. Keyingi do'konimiz Zaytun market savdo markazi Taxtako'prik dahasida joylashgan. Bu joydan Uchqo'rg'on yo'nalishdan keladigan mijozlarimiz, Taxtako'prik atrofidagi iste'molchilarimiz tuyalarimizni shifobaxsh sutini sotib olishlari, iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi. Ularga qulaylik bo'lishligi uchun mana shu Zaytun market savdo markazida ham tuya sutini sotilishini yo'lga qo'yganmiz. Navbatdagi do'konimiz Best market deb ataladi. Go'zal dahasida joylashgan Chortoq yo'lida. Bu yerdan Chortoqdan, Yangiqo'rg'ondan, Go'zal atrofidan keladigan iste'molchilarimizga juda qulaylik tashkil qilingan. Siz avval bizni uyimizdan tuya suti, dorivor giyohlarni olishingiz va kelgusida yana ehtiyojingiz bo'lganda yaqinroq hududlardagi do'konlarimizdan savdo qilib, yo'lingizni yaqin qilishingiz mumkin. Biz sizga xizmat qilishdan mamnunmiz. Bugun ko'rsatganlarimiz Namangan shahridagi do'konlarimiz edi. Kelgusida suhbatimizni davom ettiramiz.